Здравствуйте, дорогие подписчики. Здесь 3D Dental Clinic. Endi mana auditoriyam ko'pchilik o'zbek bo'lgani uchun men majbur bo'ldim sizlarga o'zbekcha kontent qilgani. Men sizlarga hozir 3D Dentalni asosiy ish maqsadini tushuntirib o'tmoqchiman. Asosiydan eng asosiysi 24 soat ish faoliyatida. Bizning 3D Dental klinikimizda siz implant qo'ydirishingiz mumkin, plomba qo'ydirishingiz mumkin, protez qo'ydirib ketishingiz mumkin. Keyin kulganda tishlaringiz degan oppoq bo'lib turishlari uchun va azizlar, albatta bemalol birovning gapiga kulasingiz kelmasa ham tishingizni maqtash uchun deb kulmoqqa majburlaydigan stomatologlarimiz bor. Chunki bizda veneer degan narsalarimiz bor. Keyin aligner degan narsalarimiz bor. Briket degan narsalarimiz bor. Siz 3D Dental Clinic siz keladigan bo'lsangiz bizga 2 soatning ichida protez tishingizni tayyor qilib joylashtirib bera olamiz. Chunki bizda shunaqa skaner orqali qoliplar olinadi. Ya'ni sizda diskomfort bo'lmasligi uchun eskidan qolgan maqollar bor. Maqol emas qahu. Eskidan qolgan ishlar bor. Saqqisini chenatib, ya'ni og'zingizga bir nitovajlarni solib qolib olar edi, lekin bizning 3D Dentalda unaqa joylari yo'q. Biz 3D Dentalni zamonaviy texnikalar bilan jihozlab qo'yibmiz. Biz sizni tishingizni skanerlab olib, mana shunday qolipda yosab, kimga implant kerak bo'ladigan bo'lsa, implant jarayonlarimiz 2 kundan 1 haftagacha davom qiladi. Azizlarim, bemalol kechasi tishoriqdan bezovta bo'lsangiz, bizning 3D Dental klinikamiz 24 soat ish faoliyatida o'rnashyapti. Manzilga keladigan bo'lsak, azizlar, Urganch shahrida Karat kafeni ro'parasidagi ko'chadan kirasiz, o'ng qo'lingizga shundoq qarab teparoqqa qaraysiz, pastga qaramang. Teparoqqa qaraysangiz 3D Dental Clinic deb chiroyli qilib oynaga oboylarni yopishtirib qo'yibmiz. Biz sizni tishingizni pajizinni chotki qilib davolab beramiz. Biz qo'ygan implantlar hali bizga qaytib kelib implantdan dog'dag'a qilganlari yo'q. Spasibo вам, moyi подписчики. Va ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan, azizlar. Kimga implant, veneerni ko'pchilik tushunmasligi mumkin, tishni oqartirib, chiroyli qilib, birov yoningizdagi birov yemaydigan guring aytsam, ha deb kulishingizga majburlab qo'yadigan doktorlarimiz bor. Chunki siz bizadan veneer qo'ydirganingizdan keyin og'zingiz yenglalmay, quloqingizga yonigacha kulashingiz keladi. Va albatta azizlar, bizning xizmatimizdan to'liq foydalaning. Bizning xizmatlarimizdan foydalanish uchun qo'ng'iroqlashib keling. 95lik 944 11 10 azizlar. Biz sizni salomatligingiz haqida qayg'uramiz.